Bir yigit biznes boshlabdi, bozorda mashina olib sotar ekan. Boyagi yigit mashinani sotayotganda shunaqangi ko'p yolg'on gapirar ekan, shunaqangi ko'p aldar ekan, aldab qimmat narxga sotar ekan. Boyagi yigit 10 ta kishiga mashina sotganda Alloh taolo unga iymon beribdi. Qilgan gunohlariga tavba qilibdi-da, 10 ta sotgan klientini izlay boshladi. 9 tasini topibdi-da, bir xil gapni aytdi. Meni kechiringlar. Men mashinani aldab sotgandim. Mashina men aytgandek emas edi. Menga Alloh iymon berdi, qilgan gunohlarimga tavba qildim. Mana pullaringni olinglar-da, mendan rozi bo'linglar. Qiyomatda ertaga menga qiyin bo'lmasin deb 9 ta klientini roziligini oldi. Va 10-klientini izlay boshlabdi. 10-klienti bozorda qassob ekan. Go'sht sotar ekan. Oldiga boribdi-da, aka, men senga bir mashina sotgandim. Mashina men aytgandek emas edi. Seni aldagandim. Menga Alloh iymon berdi, qilgan gunohlarimga tavba qildim. Sen bilan 10 kishiga mashina sotgan ekanman. 9 tasidan kechirim so'rab, roziligini oldim. Sen ham mana pulingni